O'zbeklar qadimdan dunyoga taniqli nom. Azal-azaldan bu nomni eshitgan elatlar xalqining manfaati, oila a'zolarining or-nomusi va qilichdan keskir lafzini o'z jonidan ham afzal ko'radigan, har qanday holatda ham halollik va rostgo'ylik bilan ish tutadigan, jiddiy, samimiy va dindor yigitlarni va mana shu o'g'lonlarni tarbiyalagan, o'z yoriga vafodor, iffatli ayollarni tasavvur qilgan. O'rta asrlarda hamda undan keyin ham butun jahonga diniy va dunyoviy fanlarda ustozlik qilgan olim va ulamolar mana shu muqaddas yerlardan yetishib chiqgan. Hozirgi kunda ilm-fan rivoji va texnologiyalari bilan butun jahonda obro' qozongan davlatlar yoki mustaqil shaxslar o'qib o'rgangan kitoblarini bizning ajdodlarimiz yozishgan. Misol uchun Al-Xorazmiy va Al-Beruniy kabi bobolarimiz matematika, fizika, astronomiya va algoritm fanlariga asos solmaganlarida edi. Kim biladi, balki Elon Musk va Mark Zuckerberg kabi hozirgi kundagi ayrim taniqli shaxschalar dalalarda qovun tarvuz yetishtiradigan dehqonlar bo'lgan bo'lisharmidi. Ajdodlarimiz o'z ona zaminlarining bir qarich yerini ham qo'sh-qo'llab topshirgan emaslar. Tomirimizda bir tomchi qonimiz qolguncha olishamiz. O'lsak o'lamiz, lekin bermaymiz yerimizni. Bu yer bizning yerimiz. Ota-bobolarimiz yeri. Bizga ulardan meros qolgan. Iblisdan tarqalgan Leninga, Frunzega, Butunninga ayt. Ot bo'lib yonamiz, lekin bir qarich ham yerimizni bermaymiz. O'zbeklar 1924-yillari tashkil etilgan degan ahmoqona da'volarni ilgari surayotgan ayrim chalasavod ruslarga va o'risparastlarga eslatmamiz shuki, sohibqiron Amir Temur rus yerlariga qo'shin tortib borgan vaqtlarida o'zlarini daho qilib ko'rsatayotgan ana shu ruslar hali ham oyoqlariga poxol boylab yuradigan qoloq insonlar bo'lishgan. Turon zaminlarida davlatchilik shakllangan vaqtlarda rus millatining o'zi bo'lmagan. Ajdodlarimizning shonli tarixlari, millatimizning tengi yo'q fidokorliklari haqida qancha gapirsak shuncha oz. Lekin ko'pi bezdiradi, ozi qondiradi deganlaridek, tariximiz bilan faxrlanishni shu yerda to'xtataylik-da, bugunimizni o'tmishimiz bilan taqqoslab ko'raylik. Kim edik-ku, kim bo'ldik? G'urur, or-nomus va sadoqat tushunchalarini tobora unutmoqdamiz. Ibohayo va iffat tuyg'ulari esa kundan kunga yo'qolib bormoqda. Teng huquqlik degan balandparvoz so'zlarga ishonib o'zini o'tdan cho'g'ga urayotgan zaif ayollarimiz esa bir kun Rossiyada, boshqa kun Turkiyada o'ldirilib, axlat qutilariga uloqtirilmoqda. Kimlardir oyga uchayotgan, yana kimlardir suv ustiga shaharlar barpo qilayotgan texnika va rivojlanish davri bo'lgan 21-asrda biz taraflarda hali ham hayvon go'ngi yoki shamlardan foydalanib qish faslida uy isitish masalalari muhokama qilinmoqda. Aqli hushi joyida ko'rsa ko'rgudek pahlavon yigitlarimizning yoki yoshi ulug' amaki tog'alarimizning bekorchilikdan xo'roz urishtirib, qo'chqor suzishtirishlari esa juda achinarli holat. Eng qizig'i, bu xo'rozbozlarni qimorda ayblab qo'lga olinadi-yu, lekin yurt bayrog'ini baland ko'taryapman degan yolg'on da'volar bilan jang qilib, qimorni ochiqdan-ochiq targ'ib qilayotgan shaxslarning mushugini hech kim pisht demaydi. Qimor. Mana shu etapga kan kirib javob beraman. Men hech kimni qo'lidan ishlab qimorxonaga yoki olib borib tiqayotganim yo'q. Sababchi bo'lyapsiz-ku? Yo'q, sababchi bo'ladimi, bo'lmaydimi, men tiqayotganim yo'q. Mayli, nima bo'lganda men aybdor bo'lsam ham, u pulni topyaptimi, значит puli bor. Puli bor. Lekin u yo'qotayotgan pullarga muhtoj oilalar bor. Juda ham o'la. Men qimorni pulini qo'lni ishlatadi o'ylaysiz o'ziga, yo'q. Men bilmasam. Men o'zi bo'lib olganman bu tempda. 3 ga kirishimdan oldin o'zi bo'lib oldim. 30 ga 33 qilib. Uyimga, o'zimning xarajatlarimga 50 yaxshilikka. Polni 33% yaxshilikka ketadi. Ma'no qani-yu, mantiq qani? Nasib qilsa bu mavzu haqida ham kelasi dasturlarimizda bafurcha so'z yuritamiz. Bu kamchiliklarga ham ayrim yechimlar bildirishimiz mumkin edi. Lekin bu gal yechimni siz aziz tomoshabinlarga topshiramiz. Modomiki mana shu el, mana shu yurt barchamizniki ekan, uning yutuqlari ham, kamchiliklari ham bizniki. Yuqoridagi fikrlarimizni esa mana shu kamchiliklarimizni yo'q qilishligi uchun eslatdik xolos. Zero do'st achitib, dushman esa kuldirib gapiradi. Salomat bo'linglar.